Diqqat savol, eng chiroyli, eng go'zal gerb qaysi davlatniki? Bilganlar like, podpiska bosib, kommentarda yozib qoldirsin va pastdagi repost tugmasini bosib qo'ysin jigarlarim. Aytishlaricha Afg'onistonda 15 million o'zbek bor ekan. Tojikistonda qancha o'zbek bor? Qirg'izistonda, Qozog'istonda, Turkmenistonda qancha o'zbek bor? Mana shu videoni ko'rayotgan Ozarbayjon, Turkiyada qancha o'zbek bo'lishi mumkin? Kim biladi? Bilganlar kommentarga yozib qo'ysin. Mana shu videoni agar o'zbeklar ko'rayotgan bo'lsa, обязательно podpiska bosib qo'ysin. Mana shu podpiskadan bilib olaman qancha o'zbeklar borligini va menga qancha o'zbeklar mana shu videoni ko'rayotganligini, o'zbek zaboniga tushunadigan insonlar ko'rayotganligini shundan bilib olaman jigarlarim. Poddershka uchun rahmat. Oldindan mana bu like uchun bu video chiqaryapsan deb ko'pchiliklar yozishi mumkin. Ha, like, podpiska yig'ish uchun video chiqaryapman. Asnonoy jigarlarim, mana shu Tron davlatini, O'rta Osiyoni birlashishi uchun harakat qilyapman. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Addish hurmatdasizlar.